Salohiddin Ayyubiy imomga o'tib namoz o'qidi, peshinmidi, asrmidi. Ana shu Quddusni fath qilgan Salohiddin Ayyubiy bir yosh yigit turdi-da, "Ey Salohiddin, Quddusni fath qilmaymizmi? Nasroniylarning qo'lida anaqa bo'lib ketdi, mana rosa gapirdi." Hali Salohiddin Ayyubiy fath qilmasdan avval Quddusni orqasiga o'girilib qaradi-da, indamadi. Ertasi kuni bomdod namozini yana imom bo'lib o'qidi. Namozni tugatib turib, orqasiga o'girilib, "Kecha yigit qani?" dedi. Kechagi savob so'ragan yigit qani? Yo'q. O'zini nafsini sindirib, bomdodga turib jamoatga chiqmagan odam Quddusni fath qilish haqida gapiradimi dedi. Tushunarli birodarlar.